Hozir sizlar bilan birga tortma mexanizmini qanaqa ishlashini, ya'ni ovoz chiqadimi yo'qmi o'shani birgalikda ko'ramiz. Ikkita mikrofon, bittasini mebel ichida qoldiraman, ikkinchisini men tashqaridan ushattiraman. Ichkaridan joylashtirdim. Endi eshitamiz. Ikkinchi tortmani ko'ramiz. Uchinchisini ko'ramiz. Tortma mexanizmimiz ancha yaxshi, sifatli, baquvvat. Baquvvatligini men bir ikkita videolarni ko'rsatganman, ustiga bolalarimni chiqarib. Sizlarga ham mana shunaqa tortmani tavsiya qilaman. Ko'rinib turgandan skritni bo'lib, tekis bo'lib turgani yaxshi. Ham chiroyli, ham tegi baquvvat. Rahmat, e'tiboringiz uchun. Salomat bo'lasizlar.